Bir yosh yigit ustozi bilan suhbatlashib o'tirib dedi: "Ustoz, men zino qilishni xohlamayman, ammo chiday olmayman. Ko'chalarda yurar ekanman, ko'zlarimga egalik qila olmayapman. Menga Alloh roziligi uchun nasihat qiling. Zino qilib qo'yishdan qo'rqyapman." Shunda ustoz dedi: "Menga uyingdan bir kosada suv olib kel. U suvni bir tomchisini ham to'kma. Agar suv to'kilsa, har bir tomchisiga tayoq bilan jazolayman." Shogirdi ustoziga itoat qilib, kosada suv keltiribdi. Yo'lda suvni bir tomchisini ham to'kmaslikka harakat qilib, kosadan ko'zini uzmay, ohistalik bilan qadam tashlabdi. Shogird ustozining oldiga yetib keldi. Shunda ustoz: "Juda yaxshi. Kosadagi suvni to'kmasdan keltirding. Menga aytchi, yo'lda kelar ekansan, qancha qiz va ayollarga ko'zing tushdi?" Shogird javob berdi: "Men yo'lda kelar ekanman, ko'zimni bir on ham kosadan uzmadim. Axir siz suvni to'kmay keltirishimni aks holda jazolashni aytdingiz-ku." Bolam, nahot mendan qo'rqqanchalik Allohdan qo'rqmasang? Agar sen meni tayog'imdan qo'rqqanchalik Allohdan qo'rqqaningda edi, zino haqida o'ylamas eding", dedi ustoz. Shogird esa: "Ustoz, men tushundim. Menga yetarlicha nasihat qildingiz. Men tavba qildim. Bu vasvasalar barchasi shaytondan ekanini angladim. Alloh gunohimni o'zi kechirsin", dedi shogird. Ular 3 kishi edilar. Qishloqning bir chetida, qirda odatdagidek ichib o'tirishardi. Bir payt ulardan biri shu tomonga kelayotgan qiz bolani ko'rib, sheriklariga luqma tashladi. "Ja, ketib o'rgan ekanmi?" Sheriklar ichkilikdan qizargan ko'zlarini qizga tikishdi. Darhaqiqat, ular tomonga qaddi qomati kelishgan, boshidagi qizil durrachasi yelkasiga osilib tushgan bir qiz kelayotgan edi. "Oyoqlarini qara. Bir kechasi uchun butun umringni sadaqa qilsang arziydi", dedi u yana ko'zlarini suzib. "Tur, biror tang tashlansangchi." Uning gaplaridan sheriklarining ehtiroslari junbushga keldi. Qiz esa tobora ularga yaqinlashib kelmoqda edi. Qani edi uni? Uning og'zida, bo'g'zidagi bo'g'zida qoldi. Chunki ularning shundoqqina yaqiniga kelib qolgan qiz urayotgan oshiqqa qarab: "Dadajon, uyga mehmon keldi, sizni so'rashyapti", dedi. Shu payt sheriklari mulzam bo'lib yerga qarashdi. Ota esa turgan joyida qotib qolgandi. Qadim zamonda bolalari och qolgan bir kambag'al tul xotin badavlat qo'shnisidan yordam so'rab keldi. Nafsining quli bo'lgan qo'shni chiroyli bu ayoldan yaqinlik istadi. Ayol nomusli, hayoli, Allohdan qo'rqadigan ayol bo'lgani uchun bu shartga ko'nmay chiqib ketdi. Unga kelsa bolalari: "Onajon, ochlikdan o'lar bo'ldik. Yegan ozgina bo'lsa ham ovqat yo'qmi?" deb faryod ko'tarishdi. Bolalarning nolalariga chiday olmagan ona yana boynikiga bordi. Boy o'z taklifini yana takrorladi. Noiloj qolgan ayol boyning shartiga ko'ndi. Xilvat bir joyga kirishdi. Boy qo'shni ayolga yaqinlashgan zahoti ayol Parvardigoridan qo'rqqanidan butun vujudi qaltirab, dag' titray boshladi. Bunda boy: "Nega titrayapsan? Qo'rqma. Bu yerda ikkovimizdan boshqa hech kim yo'q", deb uni tinchlantirmoqchi bo'ldi. "Hech kim yo'qligini bilaman, ammo Alloh bor-ku, insonman degan har bir odam hamisha undan qo'rqish kerak emasmi?" dedi ayol qaltirab. Shunda boy: "Ey iymonli ayol, Xudo seni shunchalik kambag'al, nochor qilib qo'ygan bo'lsa-da, sen unga osiylik qilmay qo'rqyapsan. Menga esa shuncha boylik berib qo'ygan bo'lsa ham noshukrlik qilib undan nega qo'rqmayman?" dedi va o'zining yomon niyatidan qaytdi. Ayolga so'ragan narsalarni berib,
o'zini ham mamnun holda uyigacha kuzatib qo'ydi. Bu voqeani menga imomlardan biri so'zlab bergandi. Har 3-4 yilda umra ziyoratiga borishni odat qilganman. Navbatdagi har doimgilardan boshqacha bo'ldi. Barcha ziyoratchilar kabi hamma amallarni to'la to'kis ado qildim. Ramazon ro'zasi bilan jisman, umra amallari bilan ruhim yengillashganini dildan his qilib turardim. Ayniqsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qabrlarini ziyorat qilar ekanman. U yerdan tarilayotgan muattar bir hid kishining ruhiyatiga boshqacha ta'sir ko'rsatardi. Birdan uyga qaytish oldidan mana shu muattar hid taratayotgan Ishga Anbardan albatta olib ketaman degan fikr xayolimga keldi. Chunki bu hidga juda sarmast bo'lib qolgan edim. Safarimizning oxirgi kunlari uyga, qo'ni qo'shni qarindosh urug' va birodarlarga esdalik sovg'alari olish uchun rastalar yoniga bordim. Olmoqchi bo'lgan narsalarim ichida menga Ishga Anbar muhim edi. Uni barcha rastalardan astoydil qidira boshladim. Lekin hech bir mushk unga o'xshamas edi. Nihoyat bir yamanlik do'kondordan "Assalomu alaykum, kechirasiz. Sotayotgan mushklaringiz orasida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qabrlari orasida tarilayotgan mushkdan bormi?" deb so'radim. U esa ajablanib shunday javob qildi: "Siz payg'ambar alayhissalom haqlarida hech narsa bilmas ekansiz. Borib yaxshilab o'rganing." Bu gapdan haygumang bo'lib qoldim. O'rtamizdagi gap arab tilida bo'layotgani uchun unga yaxshi tushuntira olmadim shekilli deb o'yladim. Uning gapi meni juda ajablantirgan edi. Shunda men unga Qur'oni Karimni yod olganimni va bir masjidda imom ham ekanimni aytdim. U baribir yana o'sha "Siz payg'ambarimiz haqlarida hech narsa bilmas ekansiz. Borib yaxshilab o'rganing" degan gapni takrorladi. Baribir men hech nimaga tushunmadim. Shunda u "Birodar, siz aytayotgan mushk sotuvda yo'q. Bo'lmaydi ham. U zotning qabrlar yoniga hech qanday mushk tepilmaydi. Balki bu hid payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hidlari bo'lib, 14 asrdan buyon shu xushbo'ylik taralib turadi." Bu gapni eshitib o'zimdan uyalib ketdim. Va bu men uchun umra ziyoratidan topgan eng katta hikmat va haqiqat edi. Menimcha bu mo'jiza dunyoning biror nuqtasida uchramasa kerak. Shundan buyon masjidlar atrofida mushk olayotgan kishilarning o'zaro suhbatlarini eshitib qolsam, yamanlik sotuvchining gaplari esimga tushaveradi. "Siz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haqlarida hech narsa bilmas ekansiz. Borib o'rganing." Agar videoni manfaatli deb bilsangiz, uni ko'pchilikka yetib borishiga va ko'pchilik manfaat olishiga o'z hissangizni qo'shish uchun like bosishni, yaqinlaringiz bilan ulashishni hamda izohda fikr qoldirishni iltimos unutmang. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' omon bo'ling.